Salom texnoobzor shinavandalari. Bugun men sizlarga iPhone telefonidagi siz bilgan va siz bilmagan 7 ta fishkani ko'rsatib beraman, ya'ni ko'rib chiqamiz. Bundan oldin videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Birinchi fishkamiz do'stlar, nastroykaga kira olamiz. U yerda universal dostupni ustiga bosamiz. Va sal pastroq tushsak, увеличение turibdi. Mana shu увеличениeni qo'shib qo'yamiz. Bu o'zingiz bilganingizdek, ya'ni yaqinlashtirib beradi ekran maydonini. Uchta barmog'ingizni yana 2 marta bossangiz qo'shiladi. Agar 3 ta barmog'ingiz bilan 3 marta bosadigan bo'lsangiz, mana bunaqa menyusi chiqadi. Va siz bu yerda oblast tanlashingiz mumkin. Misol uchun, oknoga o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu oyna bo'ldi. Oynani mana bunaqa qilib Apple Vision Pro'da almashtirib yursangiz bo'ladi bemalol. Yo'qdan bu yoqqa olib o'tsangiz bo'ladi. 3 marta bosib olamiz. Filtr tanlasangiz bo'ladi, xohlagan filtrlaringizni tanlab qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Yoki kontroller qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu sal udobniyroq bo'ladi boyagina nisbatan. Misol uchun, kontrollerni o'ziga 2 marta bossak yaqinlashtiradi va 2 marta bossak o'chadi. Yoki bosib tursak yaqinlashtiradi. Xohlagan joyingizga olib borsangiz bo'ladi. Nimaga kerak desangiz, avvallari iPhone'da lupa funksiyasi bo'lardi. O'sha lupani o'rniga qilib ishlatsangiz bo'ladi bemalol obyektlarni yaqinlashtirib. Ikkinchi fishkamiz yana nastroykaga kira olamiz. Universal dostupni ustiga bosamiz va display va razmer tekstga bosib olamiz. Bu yerda turgan birinchidagi jирный shriftni bosib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin, o'zgardi, ya'ni yozuvlarimiz qalinlashdi. Bu sizning ko'zingizga ancha yoqimli ko'rinadi avvalgi holatidan ko'ra. Misol uchun, blokirovka ekranini ham ko'rishingiz mumkin, yozuvlar qalinlashgan. Uchinchi fishkamiz yana nastroykaga kirib olamiz. Bu yerda universal dostupni ustiga bosamiz va display va razmer tekstga bosib olamiz. Bu yerda mana bu etiketka vehicle turibdi. O'shani qo'shib olamiz va ko'rishingiz mumkin, hamma nastroyka mana bunaqa o'chirib yoqqichida mana bunaqa dumaloq funksiya paydo bo'ldi. Telegramdami yo boshqa messenjerdami mana shunaqa ko'rsatib turadi. Ya'ni bu bunaqa qilsangiz qo'shilishidan dalolat beradi. Bu chiziqchasi esa o'chirishdan dalolat berib turadi. Mana shunaqangi oson bo'lib qoladi. Mana shuni qo'shsangiz agar. 4-fishkamiz do'stlar, yana nastroykaga kiramiz, universal dostupni ustiga bosamiz, display va razmer tekstga bosib olamiz. Bu yerda 3-chi turgan formi knopka turibdi. Shuni bosib qo'yamiz. Va ko'rishingiz mumkin, hamma ilovalarda endi mana bunaqa, misol uchun, izmenit yozuvi turibdi. O'shanda chiziqcha paydo bo'ldi. Bundan oldin yo'q edi. Недавно degan joyda ajratib qo'ydi. Misol uchun, kontaktga o'tsangiz ajratib qo'yadi. O'shanaqa chiroyli funksiyasi bor. Ikkinchi fishkamiz do'stlar, yana nastroykaga kira olamiz. U yerdan universal dostupni bosamiz va display va razmer tekstni ustiga bosib olamiz. Parejda prozrachность turibdi. O'shani qo'shib qo'ysangiz, sizning iPhone'ingiz sal zaryadni yaxshiroq tejab beradi. Nimaga unaqa deyapman? Misol uchun, mana bunaqa punkt управлениeni tushirganingizda, ya'ni bu yerda prozrachность yo'q, ya'ni faqat o'zini foni turibdi. Misol uchun, mana bu yoqda ham o'zini foni. Unaqa prozrachniy orqadagi fonni ko'rsatib bermayapti. Misol uchun, uni o'chirib qo'yamiz. Mana chiqib, mana qilsak, mana orqasida mana obyektlarni prozrachniy qilib ko'rsatib beryapti. Bu funksiyani qo'shib qo'ysangiz, zaryadingiz ancha tejaladi. Mana bunaqa animatsiya orqasida prozrachniy fonni ko'rsatib turmaydi. Shuning hisobiga. Xo'sh, 6-fishkamiz yana nastroykaga kira olamiz. U yerdan universal dostupni ustiga bosasiz. Va bu yerda ustni kontent turibdi. O'sha ustni kontentni ustiga bosib olasiz. Birinchi turgan progovarivanieni qo'shib qo'yamiz. Bu nima qilib beradi desangiz, misol uchun, soобщениеga kira olaylik. Xohlagan SMS'ingizni yo tekstingizni ustiga bosasiz. Istagan tekstingizni bosib turasiz va bu yerda progovorit degan funksiya qo'shildi. Ya'ni ustni kontentga. Shuni bossangiz, ya'ni aytib beradi sizga nima bo'lganini, ekranda nima borligini. Bu faqat shu progovoriniyani qo'shib qo'ysangiz, mana shu belgilangan, misol uchun, mana soобщениeni belgiladik-ku, faqat shu soобщениeni o'zini o'qib beradi. Oxirgi 7-fishkamiz, nastroykaga kiramiz, u yerdan universal dostupni ustiga bosamiz. Ustki kontentga bosib olamiz yana. O'tganda progovorini bor edi, endi shuni yana vis ekranni o'qib beradigan ekran vslux bor. Mana shuni qo'shib qo'yamiz. Va rechvoy kontrollerga kirib, mana bunisini ham qo'shib qo'yamiz. Endi sizga mana bunaqa tumbler paydo bo'ldi. Buni xohlasangiz sekretni qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Prozrachностьni ham kamaytirib yoki ko'paytirib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun, spokойный rejimda turganda, tinch rejimda turganda. Va siz misol uchun
ekranda nima yozuvi bor, hammasini o'qib beradi. Непрозрачность покоя. 55% состояние покоя, видимость речевого контроллера снижается. Bu ekran slug'ni qo'shib qo'ysangiz, PDF yoki matn formatidagi istalgan materiallarda mana shunaqa audio formatda eshitib yurishingiz mumkin. Kanalda bundan boshqa videolar ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Obzorlar qilganman, tutorial shunga o'xshash videolar bor. Keyin kommentariyada keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib keting.